Shuni 8 oyligida boshi bilan yiqitib olganman. 8 oylik chaqaloqligida. O'shanda kecha boshlari chaqirib, bir kishi doktorga chiqqanmiz. Shu 1 yoshga to'lgandan keyin yurdi vaqtida, lekin ayadada so'zlar chiqmadi, imom gapirmadi ishtimadi. Keyin ancha vaqt o'tgandan keyin ko'zi ketishni boshladi, qorachig'i. Keyin nimaga zreniya tasdiqlanmagan doktorga olib bordim, Vladimirovga. Hatta ko'zini ichida odadida sizlar nerpatolog bilan gaplashinglar dedi. Keyin bizga shu taskinni tavsiya qilishdi. Olib keldim, o'sha o'g'ilga 10-xonadagi olib kirdim. Olib kirsam shu yiqilganida bitta tomiriga dedi shikast yetib qolgan edi, chap tomiriga dedi, nutqi bilan ko'z bilan bog'liq joyiga. Keyin bizni davoladi, 1 yilcha davoladi, dorilarni hammasini ichdik, ukollar yozdi, mashg'ulotlar o'tkazing dedi. O'shandan keyin ancha natijasi yaxshi olib gapirib qoldi. Keyin menga yaxshi natija bermayapti dedim, biz 5 o'tmas tavsiya qildilar. Oldin mikrooperatsiya olganmisizlar? Yo'q, hech qilmagan. Bolacha apparatura olmagansiz oldin. Men faqat dori ichinadi. Dori-darmon bo'lgan xolos. Paytda isitmada ko'tarilib ketib, ko'zi ketib qoladi ko'proq. Tashqariga ketib qoladimi yo ichkariga ketib qoladimi? Qorachiq yo'qolib qolgan kunlari ham. Yoniga, tashqariga kirib ketib qoladi. Keyin men kunga onasi kun davomida nima qilaman, ko'zim o'rganib qo'ygan, keyin tashqarilardan so'rayman, o'zgarish qanaqa, zarar bersanmi, yo shu tebas olganlardan beri yo'njali bilinmayapti. Keyin qiyin so'zlar chiqarilmasdi. Aya chiqyapman deyapti, aya tushib ketyapti deyapti. Ha, ikkita so'z deb qo'shib aytyapti, so'z birikma qilib aytyapti. Katta mashina deyapti. O'sha so'zlarni dadam keldi ana deyapti. Ha, so'z birikmalar bilan gap qo'shishni boshladi. 4-kun. Endi boshladilar. Boshladi. 3 marta aytdilar. 10 onasilar, 2 oydan onasilar dedilar. Shunaqa qilib olinglar, shundan keyin. Tek o'zimni qisib oladi, sal quyosh. Ketib qoladi. Ha. Quyoshga chiqqanda ko'zi yumilib qolardi bir tomoni. Ha, bunday qisib oladi. Ha. Ular ham pastladimi? Ular ham ancha yuqori. Kamaydi ular ham. Ha, yaxshi. Dori-darmonlarni qilib turaverasizlar. Bu kurs birinchi kursi, bu to'xtab qolmaydi. Boshlanishi etap bilan chiqadi bu narsa. 20 kun dam olib keyingi kursga kelasizlar. O'tida dori-darmonlarni ichib turadi. Muolajalarni qilib turasizlar. Uyda o'zingiz gaplashib turasiz. Ko'proq verbal muloqot bo'lishi kerak. Bola bilan bir kunda kamida o'rtacha 2 soat, 3 soat muloqot bo'lishi kerak o'zingizniki. Bitta o'tirganda baribir 2 soat gaplashar olmaysiz bola bilan. Zerikib qoladi, charchab qoladi. Shuning uchun bolani qorni to'q paytda, kayfiyati yaxshi paytda, uyqusi kelmayotgan paytda aktiv o'yinga tayyor holat bo'ladi. Xuddi shunaqangi holatlarda 15 minut, 20 minut ko'p emas. 15 minut, 20 minut gaplashamiz, o'rganamiz, bir narsani o'rgatamiz, sanashni, gapirishni, hayvonlarni, ranglarni o'rgatasiz. Qanaqa o'rgatish bo'ladi? Interaktiv o'yinlar ko'rinishida. Zerikarli bo'lmasligi kerak, harakatli o'yinlar bo'lsin. Shunaqa qilib o'rgatasizda 15 minut, 20 minutdan keyin bolani qo'yib yuborasiz. O'ynursin, ovqatlansin, ko'chaga chiqsin, tengqurlari bilan yursin. Yarim soat, 1 soatdan keyin yana shug'ullanamiz. Xuddi shunaqa. 15 minut, 20 minut ko'p emas. Chunki 15 minutdan keyin bolani diqqat konsentratsiyasi pastlab ketadi. Bu kattalarda ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. Bolalarda bu juda ham tez tushib ketadi. O'shuning uchun 15 minut, 20 minutdan ortiqcha. 20 minut shug'ullanasiz, 15 minut shug'ullanasiz. Bola o'ynaydi, dam oladi, uxlaydi, undan keyin xuddi shunaqa. Bo'lib turib, umumiy bir kundagi shug'ullanayotgan vaqtingiz 2 soatdan ko'proq bo'lsin, 3 soat kamida shug'ullansiz, bolani o'z rivojlanishi, fikrlashi tezroq bo'ladi. Xuddi shu narsani intensiv ravishda 1 hafta 10 kun davomida qilsangiz, bolada 1 hafta 10 kunda o'zgarish bo'layotganini sezasiz. Misol, post qilib o'zingiz ham rasmga olib qo'ysangiz yoki videoga olib qo'ysangiz ham qanchalik darajada o'sayotganini bilsangiz bo'ladi. 10 kun ichida bolam nechta so'z qo'shdi, nimalarni o'rgandi, qanaqangi o'zgarishlar bo'ldi. Shuni o'zingiz prognoz qilib boraverasiz. Lekin davomiy bo'lishi kerak bu narsa, har kuni bo'lishi kerak va alohida vaqt ajratilishi kerak bu narsaga. Hali vaqtingiz bo'lganda emas, imini shu bola uchun bir kunda 2 soat vaqt ajratib shug'ullanishingiz kerak. O'shanda buni effekti yaxshiroq bo'ladi. Faqat bola charchagan bo'lmasligi kerak, qorni to'q bo'lishi kerak. Hali injiq paytda va o'rganmaydi. O'shuning uchun iloji boricha uxlab turgandan keyin
ovqatlanib bo'lgandan keyin o'nga tayyor holat bo'lib turgan paytda qiziqarli ravishda bo'lsa ancha effekt yaxshi bo'ladi и tez o'zlashtiradi. Buni asosiy maqsadimiz shu. Bu apparatni qo'yishdan maqsad ham fikrlashni oshirish, tushunishni, mantiqni, hisob kitoblarni yaxshilab berish, o'zini kognitiv funksiyasini, mishleniyasini, nutqini yaxshilab berishga qaratilgan narsa. Shuning uchun qancha ko'p ishlasangiz, miya shuncha ko'p qabul qilaveradi. Hozir qabul qiladigan, bersangiz o'rganadigan payti turibdi. Shu paytda qancha ko'p o'rgatsangiz bolaga, shuncha tezroq o'rganadi, oldingidan ko'ra yaxshiroq o'rganadi. Yaxshiroq esda qoladi, xotirasi ham shunga yarasha. Shuning uchun maksimal ravishda ko'proq shug'ullaning, ko'proq vaqt ajrating bolaga. Telefon, televizorlarda keskin cheklaymiz. Mumkin emas. Endi bu yerda hozir muolaja olayotganim uchun mayli, nima qilsa yo'q. Uyda lekin telefon, televizor bermaymiz. Bu bolani fikrlashini, nutqini orqaga keltirib qo'yadi. Orqaga tortib qo'yadi. Shuning uchun iloji boricha telefon, televizorlardan cheklaymiz, ko'proq harakatli o'yinlar bilan shug'ullantiramiz.